Soatimiz 8:30 bo'ldi. Bugun 10-oktyabr. Assalomu alaykum. Biz Toshkentda soat 11 da chiqdik kechasi va biz Qashqadaryodamiz bugun yana bitta g'orimiz bor. Komandamiz bilan o'sha g'orni jadvalini ilib nom berilgan o'sha vazifani bajarishga keldik. Biz ikkita Cobaltda keldik. Bo'tli qor. Ko'rib tursizlar. Bu yerda tepali, mashina chiqa olmadi. Balonlar hali yozgi bo'lgani uchun chiqa olmadi hali. O'shaning uchun o'zimiz piyoda yuramiz. 4 kilometrcha qishloqgacha, g'orgacha hali ko'ramiz qancha bor. Kunimiz endi boshlandi mana. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ustoz, qatlaga olib keldingiz bizani? Alisher yana sizmi? Shu yaxshiroq balon taqsangiz bo'lmasmidi? Peshkom endi mana bu yerda olib ketyapsiz. Peshkom yuramiz, boshqa iloji yo'q. Qulga keldik, qul bo'ldik mana. Aytmoqchi, biz Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Kul qishlog'iga keldik. Bu G'ilondan keyingi qishloq. Abduvali, Anjela, Tanya, Botir aka и Panda Travel. Salkam 1 kilometr yurib qo'ydik. Juda ham chiroyli joylar. Bu joylar Bo'stonliq tumanining Treleksay degan sharsharasi bor. O'sha yo'lni eslatadigan joy ekan. Agar kim borgan bo'lsa. Shunda pasimizda jarli. Yer. Chiroyliligini qaranglar. Pastdan ko'tarilib chiqib kelyapmiz. Yana pastga qarab tushishimiz bor ekan. Quyosh ham chiqishni boshladi. Zarab parasi 4 kilometr yurdik. Mashinamiz qolgan joydan 4 kilometrdan keyin Kul qishlog'ini boshlanishi. Nihoyat Kul qishlog'iga yetib keldik. Komandamizda bir kishi mashinada qoldi. Ayrim sabablarga ko'ra biz xohlasa berilgan vazifani bajarishga shu yo'l bilan ketamiz. Eng qizig'ini aytsam, Kul qishlog'ining tarixi juda ham uzoqlarga taqalar ekan. Salkam bir asrlik uylar bor ekan qishloqda. Men buni Jamshid akani profillarida ko'rdim. O'shani Xudo xolasa o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rganda videoga tasvirga olamiz. Lekin bo'lsa Toshkentda 15-18 gradus issiq, lekin bizda yerli muzlagan. Qor. Qishloq o'zi qishga tayyorgarlik ko'ryapti. Ana sivilizatsiya. Bu yerda nimaga baland quriladi? Fundamentlar zax hisobiga. Shuning uchun baland qurishadi. Uylarni. Qiziq narsalar bo'lsa, Xudo xolasa ularni ham sekin-sekin joylab boramiz. Qishloqga kirish yillar bilan o'zi uylarni qaranglar. Katta-katta uylar. Baland. Hammasi aytganimizdagi fundamenti baland uylar. O'sha biz qishloqdamiz. Qaranglar. Uylarni. Bolajonlar. Uzoqdan baqirishyapti. Qishloq odamlari boshqachada. Juda ham mehmondo'st bo'ladi. Ko'p safarlarda yurganimizda buni guvoh bo'lganmiz.
Bu yerda masjid ham bor ekan, maktab ham bor. Ko'l qishlog'idamiz. Bu Shahrisabz tumaniga qarar ekan. Bu yerda tasavvur qilsanglar, bahorda kelsanglar, hamma yam-yashil, suvli. Voy, yaxshi dahshat. Qishloqliklar bilan rasmga tushish boshlandi. Bolajonlar. Qishloq aholisi. Ko'l deyapman, boydan beri. O'zi o'zbekcha ko'l ekan, ko'l qishlog'i. Shunaqa kichkina eski shahar eslatadigan ko'chalar. Eng qizig'i mana biz qidirgan g'or. Darvozasi juda ham katta ekan. Hozir boramiz. Ko'l qishlog'iga kelganda shu uy, shu hovli Nizomiddin aka degan odamga qarashli ekan. Bu hovlidan shunday o'tganingizda g'or turibdi. G'ut g'ori. Bu g'or 2 etajli ekan. Tepa qismi ham bor, past qismi ham bor ekan. Tepa qismi yopilib ketibdi. Hozir kirganda ko'ramiz. Mana. Oho, biz o'ylaganda ancha katta ekan. Juda chiroyli choy bo'ladi bog'lar. Hamma yam-yashil bo'lib, Ko'p bo'ladi. Mana shag'lar mana shu o't borkoq chiqadi, katta chiqadi-da, ko'p bo'ladi hammaga. Yozda kelsanglar, bot yam-yashil tusga kiradi. Suv chiqargan muzlabdi. O'sha botda qor. Toshkentda 15-20 gradus issiq, lekin bu yerda qor bor. Voy, baland devorlarini. Pastdan soy oqib o'tgan ekan. Amaki bu yerdan bahorda suv tushadimi? Juda berga ko'p bo'ladi, yozda. Yozda? Ha. Mana bu yoqdan suv tushadi, mana bu yoqdan. Hey, o'shadan tushadi sharroq. Tepadan shunday suv tushar ekan, pastga qara. Poldan kelib tushadi. Sharshara bo'lar ekan-da. Ha, sharshara bo'ladi. Endi hozir suv qolmadi. Suv juda kam bo'lyapti-da bog'larga. Mana yomg'irchilik kam, mana suvlar quryapti. Yog'ingarchilik. Yo'q-da, ham-da. Yog'ingarchilik hamma aytganlardiki, pastda tepada chiqishi bor ekan mana. Tepadan bundoq chiqilar ekan, tepaga qarab. O'ng tarafga ham yo'l bor ekan. Kelinglar, men chiqaman, hozir chiqayotgan yo'li bormi? Sizga mikrofon taqib olaylikmi? Ha? Mikrofon. Ha. Informatsiya berganingiz. Ha. Yo'li bor edi, chiqaydik, tomosha qilaydik-da, yana qaytib tushaydik. Ana shunday joy bor. Mana bu ko'lda Mana boy aytgan joylari. Agar yozda kelsanglar, mana mashqdan to'g'ri suv tushar ekan. Shunday. Xudo shu yaratgan Ana, tog' deydi. ko'rasizlarmi? Bilmayman lekin. 45-50 metr chiqadi balandlik. Mana mashqdan to'g'ri suv tushar ekan. Shunday qara. Pastga qara. Mana shu chiroyli joy ekan lekin. Shiftni qaranglar. Bunaqasiga ketgan. Ancha baland. Yomg'irni bu yoqqa chiqib. Hozir kirib ko'ramiz. O'sha nima ko'rinadi deyman. Xarsang toshlarning kattaligini qaranglar. Nimaga atrofga bo'lishadi? G'orimizga yetib keldik. Sekin bir boshdan ko'rsatamiz. Mana o'ng tarafida shunaqa tokchasi bor. Yo'q tarafga o'tib ketgan. Havo bemalol aylanadi. Konditsioner. O'tga oram sig'adi. Chiqqanda o'ng tarafda. Hozir biz bu ko'tarilamiz. Xudo xolisa tepani ham videoga olib ko'ramiz.
qishloqni oxirgi uyi Nizomiddin aka degan odam uylari, hovlilari. O'tdan shunday kelganda chap tarafdan kelsa ham bo'ladi, o'ng tarafdan kelsa ham bo'ladi. Kelganda o'ng tarafda kichkina o'sha teshuv bor. Bu tomonga o'tib ketgan. Bu yerda Grot teshigi g'orni yana bitta qismi asosiy g'or tepada ekan. Yo aqi chiqolmaysiz deyman dadura. Mana pastida Ya bor. agar chiqsangiz ham ehtiyot bo'ling. Hop, xonasi А возьми мой большой. g'orga kiryapmiz. G'orga kirishimizga katta yordam berdilar Nizomiddin aka. Shu hovlida turadilar, eng oxir hovlida. Narvonda shu kishi bo'ladilar. Ma? Chiqish boshlandi. G'or 2 qavatli edi. Birinchi qavati bu yoqda, ikkinchi qavati katta bu yoqda. Xudo xolasa ketdi. Haqmurod aka shu Ko'l qishlog'idan keldilar, qarash o'rgani. G'orga ozgina tushuncha berdilar. Bu yerdan bundoq chiqqanda katta zalga chiqiladi. Bu yerda bitta xona bor ichkarida. Ichkarida sheringlarimiz kirishni boshladik. Bu yerda kichkina xona. O'xsham childilarmi? Bu yerda hujradek xona bor ekan. Qo'y. Ой, Миш, мураши, как не поделись, Bu yerga qo'ylar chiqqanmi deyman-da. Ana shaharlarda qavlagan, ana shaharlarga deydi, yo'l bor, kim biladi, endi Xudo biladi mana. Mana bu ham qo'ylangan. Ya buni yaqinga qavlagan. Oxay, Qavlagan, narsa qavlagan, ha. oxay tosh ekanda, oxay toshlar. Вот раньше были здесь старые книги. Вот здесь лежали. Мы когда маленький был, туда ходили. Toshlarni qaranglar, ajoyib. Был Mayda toshlardan sement qilib записано по-арабски. beton qilib qo'ygandek. Hammasi bir-biriga zich. Как называется это? Hammasi zich. Mana. Qaranglar. Очень похоже, да. Mana shiftda 3 metr bor. 3 metrdan sal ziyodroq kirish joyi, eshigi kichkina. Mana hujradagi xona. Xona harorati ham mo'tadil. Sovuq emas, Жили. issiq emas. Люди жили, да. Да. Ну, читали книги. Bu yerdanmi? Старый был nima deya ученый, olimlar. O'quvchilar. Voy, Мой ajoyib. дом на улице Оливар. Buni xuddi bundoq qirib mana shunaqa xona qilgandek bo'lib qo'ygan, qaranglar. Mening to'yida. Bir kvadrati ham 15 ga 15 chiqadi. 15. Endi aylanadi bu yerda. Toshkentda shunaqa ko'cha bor, olimlarning ko'chasi. Ha. Endi hozir boshqa xonasiga o'tamiz sekin. Bitta rasmiy uyimiz. Молитва был, да? Здесь намаз читал. Да. Davom etamiz. Bu hujradan sekin chiqib ketamiz. Oldin bu yerda o'quvchilar kitob o'qigan ekan, hujra bo'lgan ekan haqiqatdan. O'tga bir sig'sa bir 15 kishi sig'adi. Sekin ketamiz endi. Pastdan ham bor dedi yo'l. Ana shu shog'larga tushayotgan yo'l bor. Hozir chiqamiz. Xudo xolasa g'orni o'zini nomi bor. Jadval qo'yildi. Keladigan turistlarga lokatsiyalar yozildi. Arkani qaranglar, juda ham katta arka. Вы можете доходить до машины, мы вас догоним. Вы не пройдете отсюда. G'ut degan g'orimiz, bu yerdan shunday qaraysizlar. Hazrati Sulton cho'qqisi, O'zbekistonning eng baland cho'qqilaridan bittasi. Ana sizga. Заключение установили. Juda ham chiroyli fon bo'lar ekan, qishloq tog'lari bilan.
Ana И bu вот оттуда уже operatsiyada qatnashgan Abduvali, Jangchi. Ustozmati, Haqnazar aka, Nizomiddin aka и Sagitova Tatyana. Вот. Yana bitta ko'rsataman. Mana shu fon yoqdi menga. Mana shu fon menga zo'r yoqdi bu. Panda Travel degan YouTube bor.